Yana harakat qildik, shuni ijobatini berdi. Bu yerda Allohimga behisob shukr. Shukr bo'lsin, shukronalar bo'lsin. Alloh shunchalik qilib qo'yganiga shukr qilamiz. Endi boshqa kasallarga duo qilyapman. Boshqa kasallarni nasib qilsin shu kelishi. Inshaalloh. To'g'ri o'liga borib etganim bilan endi ishonadimi, ishonmaydi bilmayman, lekin Alloh nasib qilsin, shifo bersin degan duo qilyapman. Ya'ni bo'lsin. Xudo xolisa sizlarga ham rahmat, shunchalik harakat qilib yordam berganingizga Alloh rozi bo'lsin hammangizdan. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Qur'on ham bir anaqa deb o'ylayman. Shifo baxsh deb o'ylayman. U ham Qur'ondan ham ko'proq qilish kerak deb o'ylayman. Suralarni o'sha bu ham anaqa bo'ldi, sababchi deyman. Qur'ondan shifo so'radim. So'rab keyin Alloh ismini aytdingiz o'zingiz. Al-Hay, Al-Bar o'shani etib o'sha vannalarga shuflab uni etib yurdim de. Alloh boshqatdan yaratdi deb so'radim. Shukr, shunchalik qilib qo'ydi. Allohga shukr. Bo'ldi, shu mo'jiza deb o'ylayman. O'sha Alloh taoloni ismi azamlaridan Yahay ismi to'qimalargacha tiklaydi. O'shani ko'p aytdim. Mana o'shani ham birinchi galda ta'siri bo'lgan. O'zingiz aytuvdi o'shani, shu ismni qolib. Bo'ldi, o'shani haligacha aytib beraman Allohdan o'sha. Endi hamma ismlar bilan so'rayapman. Ko'proq shu Al-Hay bilan Al-Bar. Sahar aka Al-Bar dedi, o'shani so'rayman. Alloh taolo to'liq shifo topishingizda o'zi madadkor bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammaga yordam beruvchi Alloh sababchi qilib qo'ysin hammaga. Rahmat. Yordam beradi. Salomat bo'ling. Bundan ham ziyoda qilsin umidlarni Alloh. Rahmat.